Assalomu alaykum, hammaga yaxshimisizlar? Bu videomiz latok ishlab chiqarish sexidan bo'lyapti. Bugungi videomiz latokni sifat tekshiruvdan o'tkazish bo'ladi. Qanaqa sifatli belgilari, narxiga mosmi, sifatli latokmi, shu haqida bo'lib o'tadi. Kanalimizdan uzoqlashmanglar. Hozir qiziqarli jarayonni boshlaymiz. Sifatli latok ishlab chiqarishda uni bir qancha ko'pchilik bilmaydigan belgilari bor. Birinchi o'rinda latok baquvvat bo'lishi kerak. Baquvvatligini qanday bilinadi? Latokni birinchi o'rinda qattiqligi, preslanganligi. Ovoz chiqadi. Shunaqa ovoz chiqsa, bu latok baquvvat bo'lgan bo'ladi. Ikkinchi belgisi latogimizning qirralari. Qirralik bo'lishi kerak. Mana har bir qirrasi orasida treshina, yoriqlar bo'lsa, agar bu latok yoriq bo'ladi, bu latok o'rnatishda, yuklashda, yetkazib borishda sog' yetib bormasligi mumkin. Keyin latokda yana bitta qiziqarli sifatligini bildiruvchi belgisi bu uni rangi. Xo'sh, rangi bir xil tiniqlikda bo'lishi kerak. Iloj bo'lsa sement rangi oq ko'k bo'ladi, chiqqandan keyin oppoq rangda bo'ladi. Zichlanib har bir latok mana ko'rishlaring mumkin. Endi apalovkaga yog' surib kelgan bo'ladi, yog'da iz chiqib qolishi mumkin, lekin asosan betonda o'zining rangi mana orqa tarafda. Mana qattiq preslangan beton o'sha toshlardan ham bilinib turadi. Suyuq betondan qo'yilmaydi, qo'yoq betonda vibratsiya qilib qo'yilsa, o'ta baquvvat beton chiqadi. Faqat uni yana quritish texnologiyasiga ham bog'liq. Par bilan quritilsa yana ham mustahkamroq bo'ladi. Hozir bir qiziq eksperiment o'tkazamiz, uni baquvvatligini tekshiramiz. Xo'sh, mana latok hozir og'anagan holatda turibdi. Assalomu alaykum. Bu latokni endi shunchaki dumalab boramiz, qarab turing. Orqaga dumalatamiz. Xohlaganlarincha dumalatamiz. Mana ko'ringan bo'lsa, o'zidan ko'rganlaringdek rosa o'ngga chapga, oldidan orqasidan qilib dumalatdik. Mana kimga shunaqa sifatli latoklar kerak bo'lsa, bemalol aytaverasizlar. Xo'sh, hozircha 3 xil razmerimiz bor. Qolgan videolarda bemalol ko'rishlaring mumkin. Razmerlar obzori hammasi keltirilgan. Mana qancha ob'yomda kerak bo'lsa, latoklarimiz bor, yetarlicha. Ulgurib katta ob'yomlarda ham xudo xolasa yetkazib beramiz. Katta rahmat.